Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün balağat dərslikimizin 10-cu dərsini oxuyumuz. Əmdə biz bugünkü dərsimizdə ilmul maaninin 6-cı babı bolğan qasr haqqında toxtalımız. Onda olsa biz dərsimizni başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Qasr. Qasr degan nima? Asli bu qasr degan ma'nosi qisqartish degan ma'noda. Ya'ni jumladagi hukmni, ma'noni bir yerga qada qilish, qisqartish, ixchamlash. Masalan, buni biz kitob qarashni ilgari ig'zo kabi tushuntirib qo'yay. Masalan, Alida yozuvchilik bir sifat va, shofirlik bir sifat va, o'qituvchilik bir sifat bo'lsa, men bu sifatlarning hammasini yig'ib akib elini bir dona sifatga qasr qilib, qisqartmoqchi bo'lsam, nima deyman? Ma aliyun illa katibun. Emas Ali faqat nima? Yozuvchi. Demak, men Alini yozuvchilikni iborat bu sifatga qanday qildim? Qasr qildim. Qisqartdim, ixchamladim. Uni shu qasr degan gapni uyg'ur tilida hamma ma'nosi ifodalaydigan gap topolmadim. Buni akilib bir odamni bir sifatga yig'ish, yig'inchoqlash, qisqartish deb tushunsanlar bo'ladi. Endi kitobimiz qaraydigan bo'lsak, taxsisu shay'un bi shay'in bi tariqin maxsus deydi. Xususiy yo'llan, ya'ni biz tuanda ko'rsatadigan xususiy yo'llan bir narsaga xoslashtirish. Ya'ni bayatda men kelgan misolda Alini yozuvchilik qanday qildim? Xos qildim. Masalan, misoli ma katibun illa Ali. Endi men yozuvchilikni Aliga xosladim majumida. Qaranglar. Yo'q yozuvchi faqat Alilan bor. Faqat yo'q yozuvchi kim? Faqat Alilan bor. Alila yozuvchi degan gap adabiy tarjimasi. Demek, men yozuvchilikni iborat bu sifatni, bu narsani Aliga qanday qildim? Xos qildim. Buni biz nima deb ataymiz? Qasr deb ataymiz. Endi qasr haqiqat, ya'ni mohiyat e'tibori bo'yicha ikki turga bo'linadi. Birisi qasrul haqiqiy qasr, yana birisi shu idofiy qasr. Bu haqiqiy qasr degan nima desa, zodi shu sifat topildigan undan boshqa odam yo'q. Masalan, yoki undan boshqa zot yo'q. Masalan, la xoliqa illalloh desam, Allah'tan başka yaratquchi yo'q. Yoki la roziqa illalloh desam, Allohdan boshqa rizq beruvchi yo'q. Bu qasr haqiqiy bo'ldi. Chunki haqiqatda, amaliyotda Allohdan boshqa xoliq bormi, rizq beruvchi bormi? Yo'q. Unda bo'lsa, buni bo'ldi qasr haqiqiy bo'ladi. Endi la muallima illa Ali desamchi. Alidan boshqa o'qituvchi yo'q desam, bu qasrul idofiy bo'ldi. Men Alidan boshqa o'qituvchi yo'q deshimdan maqsad, bizim mahallede, yoki bizning oilada, yoki men tug'an shaharda, yoki men yashagan zamonda böyle qanday olsun bir narsaga nisbatan, yoki bir o'ringa nisbatan, yoki bir rayonga nisbatan, yoki bir vaqtga nisbatan maqsad qilib turib taxsis qilgan bo'lsak, xoslashtirgan bo'lsak, bu qasr idofiy bo'ladi. Masalan, endi kitob qaraydigan bo'lsak, mohiyat e'tibori bo'yicha qasr haqiqiy deb ve qasr idofiy deb ikki turga bo'linadi. Qasr haqiqiy deganimiz va huwa ay yaxtassal maqsuru bil maqsuru alayh bihasb al haqiqa wal waqi'. O maqsurning, ya'ni qisqartiriluvchining maqsurun alayhga, ya'ni uning ustiga qisqartirilgan sifat bor-ku. Maqsurun alayhga haqiqat va voqi' va amaliyat e'tibori bo'yicha xoslashtirish. Masalan, bi alla, ya'ni bi Allah yeta'addahu, yani ötmeydi onunla, onun başkası asla. Yani o sifatga onun başkası qanaqlanmaydı, ötenmeydi. Mesela la xaliqa illallah. Allah'tan başka yaratquchi yo'q. Men bu yerda xaliq degan bu sifatni kimga xosladim? Allohga qanday qildim? Xosladim. La yo'q, faqat Allohdan bor. Demak, bu sifat Allah'tan başka ötemde ötmeydi. Bunu biz ne atayımız? Qasr haqiqiy deb atayımız. İkincisi, qasr idafi. Qasr idafi degan nima desa, men bayt tushuntirgandek, va huwa yaxtassal maqsur bi maqsuru alayh bi hasb al idafati wa nisbati ila shay'in akhar muayyan la li jami'i ma adahu. O maqsurunki maqsurun alayhga xoslishi. Maqsur degan gap illarning ilgari keldigan. Maqsurun alayh degancha illarning keyin keldigan. Maqsurning maqsurun alayhga xoslishi idofat va nisbat e'tibori bo'yicha muayyan boshqa bir narsaga emas, uning boshqasining hammasiga emas. Demak, cho'g'ini deydi, diqqat. Muayyan boshqa bir narsaga nisbatan
maqsurni maqsurun alayhga xaslash. O emas, onundan başqasının hammasi emas deganlik emas. Masalan, ma khalilun illa musafir. Khalil emas, faqat qanday qiluvchi musafir, safar qiluvchi. Ya'ni Khalil cho'qim qanday qiluvchi safar qiluvchilar dedim. Bu Khalildan boshqa safar qiluvchi yo'qmi jahonda? Albatta bor, ammo mening oilarim ichidan yoki mening oilam ichidan, demak ma'lum muayyan bir narsaga nisbatan xoslagan bo'lsam, buning bo'ladi qasr idofiy bo'ldi. Bo'lmasa la li jami'i ma adahu degan gap, uning boshqasining hammasi emas deganlik emas. Uning boshqasining hammasi emas. Uning boshqasidan bor safar qiluvchi bor. Demak bu qasr idofiy bo'ladi. Endi qasri ikki taraf e'tibori bo'yicha ikki qismga bo'linadi. Endi biz bayat misolda ko'rdik. La xaliqa illalloh desak, xoliq degan sifatni biz Alloh degan mavsuf qanday qildik? Xasildik. Demak, biz qasr qilgan vaqtimizda buning ikki tarafi bor ekan. Birisi maqsur, yana birisi maqsun alayh. Maqsur o'g'ini illadin ilgari kelgani, maqsun alayh o'g'ini illadin keyin kelgani. Endi bu yerda biz qasr qildig'ini ba'zi vaqtda sifat bo'ldi, ba'zi vaqtda, ya'ni maqsur ba'zi vaqtda sifat bo'ldi, ba'zi vaqtda mavsuf bo'ladi. Bu o'xshamaydi. Endi qasri ikki taraf e'tibori bo'yicha ikki qism bo'ladi. Birinchisi sifatni mavsufga qasr qilish. Qaranglar. Bir xil turi va sifatni mavsufga qasr qilamiz. Xuddi bu aytgan la xaliqa illalloh degan vaqtda biz xoliq deganni Alloh qanday qildik? Qasr qildik. Xosladik. Masalan, buning misoli haqiqiydan bo'lgan la raziqa illalloh desak, raziq degan bu sifatni Alloh degan mavsuf qanday qildik? Xosladik. Demak, bu yerda maqsurning bo'ldi, sifat bo'ldi. Maqsurun alayhning bo'ldi, mavsuf bo'ldi. Endi uning idofiydan bo'lgan misoli la za'ima illa Muhammad. Muhammaddan boshqa bir yo'lbosh yo'q desam, idofiy shunday, chunki payg'ambar bizning ilgari kelgan ummatlarning yo'lboshchisi boshqa payg'ambarlar bor. Demak, bizningki islomga nisbatan, demak bu bir muayyan narsaga nisbatan bo'ldi, shuning uchun bo'ldi idofiy bo'ldi. Muhammaddan boshqa yo'lboshchi yo'q desam, bu jumlada za'im degan bu sifat Muhammad degan mavsuf qanday qildi? Qasr qilindi, ya'ni xoslashdi. Demak, bu yerda sifatning bo'ldi maqsurun Muhammad degan mavsufchi maqsurun alayh bo'ldi. Endi ikkinchisi mavsufni sifatga xoslash, qasr qilish. Buning misollari masalan haqiqiydan bo'lgan Mallahu illa xaliq kulli shay. Emas Alloh taolo faqat hamma narsaning nimasi yaratuvchisi. Bu yerdagi Alloh degan bu mavsufni xoliq degan sifat qanday qildik? Qasr qildik. Demak, bu yerda maqsurun bo'ldi, mavsuf bo'ldi, maqsurun alayhchu sifat bo'ldi. İdafiydan bo'lgan misoli va ma Muhammadun illa rasul, emas Muhammad faqat elchi. Demak, bu yerda Muhammad degan bu ismni rasul degan sifatga qanday qildik? Xosladik. Demak, bu yerda mavsuf bo'lgan Muhammad maqsur, rasul bo'lgan sifat maqsurun alayh. Shunday shaklda keladi. Buni tushunsanlar bo'ladi. Undan keyin hamda qasr idofiy deganni nima dedik biz? Qasr idofiy degan bir narsani bir narsa xoslaymiz, lekin uning boshqasi u sifati yo'q deganlik emas. Boshqasi bor, ammo biz muayyan narsaga nisbatan turib uni shu sifatga xoslaymiz. Bu uch turlik bo'ladi. Birinchisi qaysi? Qasr ifrod. Qasr ifrod degan nima? Deydi, "Iza ataqada al-muxatab ash-sharika." Ya'ni bir ishda xitob qilinuvchi, anglovchi o'rtoqlikni qanday qilib qolsa, o'ylab qolsa, qilib qolsa, biz qasr ifrod keltiradigan qasrimiz nima bo'ldi? Qasr ifrod bo'ldi. Masalan, deydi, "La qa'imun illa Muhammad." Faqat Muhammadla o'rturuvchi. Buni kimga xitob qildik? Tuhatibu rajulan ya'taqidu anna al-qa'ima Muhammadun va Ali. O'rturuvchini Muhammad va Ali ikkidan o'rturdi deb o'ylab qolganimga nisbatan nima deymiz? La qa'im illa Muhammad deymiz. Faqat Muhammadim qanday qildi? O'rturdi, Ali o'rturmadi. Demak, buni bo'ldi qasr ifrod. Diqqat, biz ikki odamni bir ishda o'rtoq deb qarab qolgan odamga raddiya qilish uchun u ikki odamning birini faqat xoslamoqchi bo'lsak, buni qasr qildik, qasr idofiy qildik. Bu qasr idofiy nima deb ataldi? Qasr ifrod deb ataladi. Ikkinchisi qasr qalb. Qasr qalb degan nima desa, bir odam bir ishni aksicha o'ylab qolgan bo'lsa, biz uningga aksicha qasr qilib raddiya bergan vaqtimizda ishlatgan qasri buning bo'ldi, qasr qalb bo'ldi. Masalan, "Iza ataqada al-muxatab
aksil hukmullazi tuthbituhu deydi. Siz isbotlagan hukmning aksini muxatab e'tiqod qilib qolsa, keltirgan qasrimiz nima bo'ldi? Qasr qalb bo'ldi. Masalan, anglag'uvchi Alini safar qilmadi deb o'ylab qolibdi. Biz uni faqat lam Ali safar qildi deb uni qanday qilmoqchi? Qasr ishlatmoqchi. Bu qasr nima bo'ladi? Qalb bo'ldi. Nima deymiz? Uslubi o'xshash, ammo ishlatgan o'rnimiz qolib, buning ismi o'xshamaydi. Ma safara illa Aliyun. Raddan ala man i'taqada anna al-musafir Khalilun la Aliyun. Reddiya qilgan holatda safar qilguvchi Khalil Ali emas deb o'ylab qolgan odamga. Ya'ni safar qilgani Ali emas Khalil deb o'ylab qolsa bir odam, biz buni reddiya qilib qasr qilgan bo'lsak, bu qasr nima deb ataladi? Qasr qalbi deb ataladi. Üçüncüsü qasr ta'yin. Qasr ta'yin degan nima? Muayyanlashtirish qasr buning o'zidan chiqib turibdi. Iza kana al-muxatab yataraddadu fil hukm. Agar xitob qilinguvchi, ya'ni anglag'uvchi bir hukmda ikkilanib qolgan bo'lsa, biz buni keltirgan qasrimiz nima bo'ldi? Qasr ta'yin bo'ladi. Masalan, la katiba illa Ali. Faqat Ali lam yozg'uvchi. Buni kimga degan bo'lsak, qasr ta'yin bo'ladi. İza yes'aluka sa'il ya fulan hal amrun huwal katib aw Ali. Ya'ni bizim bir so'g'uvchi palani yozg'uvchi Amrmi yoki Alimi deb so'rasa, la katibun illa Ali. Faqat yozg'uvchi kim? Ali deb ikkilanib qolgan odamga bergan ishlatgan qasrimiz nima bo'ldi? Qasr ta'yin. Endi qaranglar. Biz buni bir yerga kelgan bo'lsa, degan siyaq qarab, hamma qasr ifrotga, ma qasr qalbga, ma qasr ta'yinga deb ayriy olamiz. Ham bizningki ishlatgan o'rnimiz qarab turib, yuqorqi 3 holatning qaysisi tushsa, shuning atalg'usidan ataymiz shu qasrni. Unda bo'lsa vaqtdoshlar bizningki qasrninki oxirdagi mazmunga keldik. U bo'lsa-mu turuqul qasr. Endi qasrni ozroq tushundik. Qaysi xil yo'ldan qasr qilamiz? Ya'ni qaysi xil yo'ldan xaslaymiz deganda, birinchisi nafiy bilan istisno orqali qaslaymiz. Bu eng kuchligi. Eng kuchligi. Bu vaqtda biz Uyg'ur tilimizda nafiy bilan istisno birga vaqtda kuchli shaklda, nima shaklda musbat shaklda tarjima qilamiz. Masalan, ma katibun illa Ali. Ma nafiy shundago, illa istisno. Nafiy bilan istisno birga keldi. Bu vaqtda Ali lam yozg'uvchi. Emas Ali faqat yozg'uvchi, Ali lam yozg'uvchi. Buni biz eng kuchligi. Masalan, ma sha'irun illa Shawqi. Emas shoir faqat Shawqi. Biz dunyo shu zodi Shawqininki mashhur shoirligini isbotlamoqchi bo'lsak, deymiz, o shoir emas, faqat lam kima Shawqi. Shoir degan kim o? Shawqi. Ikkinchi xil yo'li qaysi? Innama bilan bo'ladi. Bu ko'p ishlatiladi hadislarda. Bunu faqat lam deb tarjima qilamiz. Masalan, innama yaxshallaha min ibadihi al-ulama. Allohdan faqat ulama bandalar lam qo'rqadi. Lam. Bu xaslash. O'ytimizda baqi bu lam deb xaslaymiz. Masalan, innamal a'malu binniyat. Amallar faqat lam niyatga bog'liq. Uchinchisi atfi. La va bal va lakinlar bilan qanday qilinadi? Qasr qilinadi. Masalan, al-ardu mutaharrika la thabita. Zamin harakat qilguvchi, muqim turg'uvchi emas. Agar zamin harakat qilguvchi desam, bu jumla qasr olmaydi. Bir shakllik jumla bo'ldi, ammo bunda kuchlilik bir xaslash olmaydi. Ammo la thabita desam, sabit emas, deb uningdagi boshqa fikrini, boshqa xil o'yini yo'qqa chiqarib o'taman. Masalan, ballan bog'ini ma jaa ahad, ma jaa tullab bal Ahmad desam, o'quvchilar keldi, faqat kim keldi? Ahmad keldi. Lakin bilan muqasir qilindi. Masalan, ja'at tullab, ma ja'at tullab, walakin Muhammad yoki walakin ja'a Muhammad degan qo'shan. Lekin Muhammad keldi. Buruncha odamning kamida faqat xaslab kimni chiqarib oldik biz? Muhammadni chiqarib oldik. Mana shunga o'xshagan. To'rtinchisi, asli ilgari keltirish kerak bo'lgan narsani biz beshiga chiqish orqali qanday qilamiz? Qasr qilamiz. Buni biz ilgari soatlik darsimizda taqdimning babida so'zlagan, taqdim qilamiz qanday vaqtda taxsis uni xaslamoqchi bo'lgan vaqtimizda. Masalan, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Senga ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz degan o'xshagan. Demak, iyyaka asli na'buduka nasta'inuka. Senga ibodat qilamiz, sen yordam talab qilamiz. Bu maf'ulun bihni ilgari chiqishimizning sababi bu yerdagi nima? Xoslash, qasr qilish.
Unda bo'lsa vaqtlaşa bugungi qasr haqidagi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Oxirida ko'nikma berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. Masalan, birinchisi ayyin naw'al jumalit taliya bi'atibar al-haqiqati wal waqi'. Haqiqa va amaliyat e'tibori bo'yicha tuandagi jumlaning turini bayon qiling. Ya'ni la ilaha illalloh ma aliyun illa dahik. Bu jumla haqiqiymi, idofiymi? Qasr haqiqiymi yoki idofiymi deb aytganda. İkincisi shunga o'xshaydi, uchinchisi shunga o'xshash. Bu sizlarga qoldi, bu sizlarga topshiriq. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت